Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar, kuninglar xayrli o'tsin. Biz bugun montajdamiz. Bu Marakand yangi dizayn stilda qilingan naves qilyapmiz. Bu klientimiz oldimizga Marakand reshetkalarini yasatirgan edi. Ichkarida mana bunaqa perillasi ham bor. 40 metrlik tashlarda mana bunaqa bitta balkonchasiga perilla ham qilib berganmiz Marakand dizaynda. Endi mana shu yerga darvozaxonaning tepasiga Marakand navesini qilib beramiz. Usti seri Mokri Buxoron Lexandan 15 yillik Lexandan bo'ladi. Ish jarayonini yana video berishga harakat qilaman. Kuzatishni davom etinglar. Like bosishni ayamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar, kuninglar xayrli o'tsin. Biz bugun mana va'da bergan yangi Marakand dizayndagi navesimiz bitdi. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Like bosishni ayamanglar. Marhamat. Chetlari polni Marakand bo'lgan. Biram profildan qo'yilgan. Bu 6,5 ga 5,5 naves. Ichki papirachkalari ham 5 ga 5 dan, strapillari 10 ga 5 dan bo'lgan. Mana shu 10 ga 10 balga tashlab o'rganmiz. Oldida 10 ga 10 ni slip qo'yganmiz. Bu slipimiz aytan turbadan slip qilib o'rganmiz. U yong'oq sho'tdan tushib ketadi. Bu bitta stolga qo'ydik, qolgan ichki tomoni devorga qotdi. Ichidan ko'rsanglar, Marakand yangi dizaynda. Telefon nomeri qoldiraman pastda. Zakazlar bo'lsa, buyurtmalar bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar.